Samarqand tumani ko'chalari bo'ylab gonka uyushtirib yo'l bezoriligini sodir etgan haydovchilar topildi. 2026-yil 21-iyun kuni ertalab tongda soat 7:00 atrofida Samarqand tumani hududidan o'tuvchi M37A avtomobil yo'lida VAZ 2108, VAZ 2106 avtoulov haydovchilari transport vositalarini davlat raqam belgilarini yechib, transport vositalarini qayta jihozlab, ushbu avtomagistral yo'lda yo'l bezoriligini sodir etib, gonka uyushtirib, ushbu qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etgan. Shuningdek, bu kabi qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib, qo'l telefoniga video lavhaga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Samarqand shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida bu kabi yo'l bezoriligini sodir etgan haydovchi va transport vositalari topilib, avtoulovlar vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirilib, ikkala haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 premon moddasining 1-qismlariga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar jinoiy ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudiga yuboriladi. 2108 mashinasi menga tegishli. Buni davlat raqamini yechdik. Gulishtirni qayta jihozlab, buferlarni yechib, mashinani do'stim bilan qarishtirasay gonkaga chiqdik. Rushliklarni ko'tarib, yo'l bezoriligini sodir etdik. 150-160 tar haydadik. Senka jarima maydonchasiga keldik. Mana o'zim tengi yoshlarga aytamanki, tavsiya bermayman. Bunday qilmasin. Mana 150-160 tezlikda haydab shu yerga kelib o'tiribman. Poyga o'ynab. Buferlarni yechib, motorlariga qayta jihozlab, G'ushitil qismiga ham qayta jihozlab, o'z do'stim bilan kelishilgan holda gonka tashkillashtirdik. Bu gonkani biz o'yladik, Toshto'dan xodimlari bilmaydi deb qo'ydik. Biz o'ylamagandik, Toshto srazu dan xodimlari topshirdi. Bir kun ichida o'zi topishib, ikkita mashinani ham shtraf stoyankaga qo'yishdi. Bu qilgan ishlarimizdan juda ham afsusdamiz. Biza tengi yoshlar, bizadan katta, bizadan kichiklarga ham maslahat bermayman bu ishni qilishni. O'ziga xos maxsus avtopoligonlar borligini bizga GAIdan xodimlari tushuntirib berishdi. O'zimizga xulosasini polni olib qo'ydik. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Hurmatli haydovchilar, yodingizda bo'lsin. Sizni qo'pol qoidabuzarliklar, ya'ni yo'l bezoriligini sodir etishingiz haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Agarda ushbu haydovchilarning sodir etgan huquqbuzarliklari, ya'ni yo'l bezoriliklaridan jabr chekkan bo'lsangiz, yaqin oradagi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishlaringizni so'rab qolamiz.